Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Aziz vatandoshlar, Rossiyada hujjatlar bilan muammoingiz bormi? Biz sizlarga quyidagi xizmatlarimizdan taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, deport va qora ro'yxatini tekshirish, mehnat shartnomasi, ININ va SNIS olish, pasport va haydovchilik guvohnomasini tarjima qilish, meditsina kitobcha, patent va yashil karta hujjatlari, shuningdek, registratsiya 1 oylik, 3 oylik hamda 6 oylik, bolalar uchun bog'cha va maktab hujjatlarida yordam xizmatlari tezda va ishonchli tayyorlab beriladi. Murojaat uchun quyidagi messenjerlar orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Rossiyaning yana bir hududida migrantlarga taqiq qo'yildi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. 2026-yil 21-aprelda Komi Respublikasi rahbari xorijiy fuqarolarni ishga qabul qilishda sezilarli cheklovlarni joriy etuvchi farmonni imzoladi. Yangi qoidalarga ko'ra muhojir ishchilarga oziq-ovqat, ishlab chiqarish, chakana savdo va ta'lim bilan shug'ullanish taqiqlanadi. Cheklovlar transport sohasiga ham ta'sir qiladi. Migrantlar endi taksi haydovchisi sifatida, ijaraga olingan mashinalarda haydovchi sifatida, temir yo'l va boshqa quruqlikdagi yo'lovchi tashish transportida, shu jumladan shaharlararo va xalqaro yuk tashishda ishlay olmaydi. Dastlab qonun loyihasida muhojirlarga ovqatlanish sohasida ham ishlash taqiqlash taklif qilingan edi. Ammo bu tadbirkorlarning noroziligiga sabab bo'ldi. Mintaqaviy biznes ombudsman milliy oshxonalarning o'zligini saqlab qolish va mintaqaviy ta'lim muassasalarini bitirgan malakali mahalliy kadrlar yetishmasligini qoplash zarurligi aytib, restoran va kafelarni cheklovlar ro'yxatidan chiqarish taklif qilindi. Oxir-oqibat rasmiylar biznes hamjamiyatiga quloq soldi va oziq-ovqat xizmati sanoat xorijiy mutaxassislar uchun ochiq bo'ldi. Farmon rasman e'lon qilingandan 10 kun o'tgach kuchga kiradi. Ish beruvchilar ham, tashkilotlar ham, yakka tartibdagi tadbirkorlar o'z xodimlarini yangi qoidalarga muvofiqlashtirishlari va taqiqlangan sohalarda migrant ishlarini ishga olishdan bosh tortish uchun 3 oy vaqtga ega. Endi o'zbekistonliklar o'z muammolariga tez va samarali yechim topishlari mumkin. Ochilishda Migratsiya agentligi rahbari Bekzod Musayev, O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi Botirjon Asadov hamda Rossiya Federatsiyasi bosh prokurorining o'rinbosari Pyotr Gorodov ishtirok etdi. Rossiya qurilish vaziri Erik Fazulin ishchilar yetishmasligi sabab tuzilgan shartnomalar o'z vaqtida bajarilmay qolishi mumkinligini istisno qilmadi. Kadrlar yetishmasligi va migrantlarga oid ishlar, qonunlar kuchaytirilganligi sharoitida bu bizda ishchilar yetishmasligiga olib keladi, dedi vazir. Uning aytishicha, 90% korxonalar mehnat unumdorligini oshirish bilan shug'ullanmaydi. Moskvadagi Intezu Asto shossesida joylashgan qurilish maydonchasida fojiali voqea sodir bo'ldi. 2 ishchi balandlikdan yiqilib halok bo'ldi. Prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, voqea qurilish maydonchasida ish paytida sodir bo'lgan. Huquqni muhofaza qilish organlari tumanlararo prokuratura vakillari tomonidan muvofiqlashtirilgan holda voqea joyiga yetib kelishgan. Marhumlar 20 va 27 yoshli bo'lgani, ikkalasi ham migrant ekanligi aytilmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ular 3-qavatdan yiqilgan. Lefortovo tumanlararo prokuraturasining birinchi o'rinbosari Yevgeniy Sidorov tomonidan muvofiqlashtirilgan holda voqea joyida huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari ishlamoqda. Protsessual tergovning borishi va natijalari prokuratura tomonidan nazorat qilmoqda, deb xulosa qildi nazorat organi. Migrantlarni Rossiyadan chiqarib yuborish uchun asoslar soni 2 barobar oshiriladi. Rossiyada migrantlarga nisbatan qonunlar yana qattiqlashtirilishi mumkin. Vyacheslav Volodinning ma'lum qilishicha, Davlat dumasi chet el fuqarolarini mamlakatdan chiqarib yuborish asoslarini kengaytirishga oid qonun loyihasini ko'rib chiqadi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilda Rossiyada qonunbuzarliklar tufayli 72 mingga yaqin chet el fuqarosi mamlakatni tark etgan.